Biz bu videoda Samsung telefonlarini tozalash, hech narsani o'chirmasdan kamida 15-20 GB tozalanadi. Men garantiya beraman. Buning uchun biz nastroyka bo'limiga kiramiz. Qurilma ta'minlanishiga bosamiz. Ko'rib turganingiz xotira 100 GB hozir tozalayman, keyin necha gigabaytligini ko'rsataman. Ilovalarga kiramiz tozalash uchun. Biroz kutamiz, shunaqa zagruzka qilib oladi. Mana zagruzka o'shanda libo ilova chiqadi. Xotira degan joyga bor. Kiyishni bosamiz, mana kiyish 0 bo'ldi. Bunda hech narsa o'chib ketmaydi, men garantiya beraman. Unda ham qarochi ketma-ket tushuntirganimdek hamma ilovalar chiqadi. Biz hozir men tezlashtirganman. Aslida men hamma ilovani o'sha boya ko'rsatganimdek qilib chiqamiz-da. O'rtoqlar, Muhajab kanaliga obuna bo'ling. Qani ketdi, go. Muhajab kanaliga obuna bo'linglar. Endi bu kanalni birinchi Obuna bo'ldingmi, shunaqa telefon haqida foydali bir rolik hamma bilsa kerak. Endi ba'zilar bilmaydi. Shuni 70% odam bilmaydi. Yana bir bor eslatib o'taman, Muhajab kanaliga obuna bo'ling, iltimos. Telegramda ham qanaqadir musulchalar qolib ketadi. Shuning uchun Telegramga kirib, chekkaga bosib, sozlamalarga bosamiz. Xotira bir bola turadi o'sha yerda. Xotiradan foydalanishga bosasizlar-da, mana kiyishni tozalashga bosib olamiz. Kiyishni tozalashamiz. Mana zagruzka bo'ldi, mana tozalanadi. Shu Telegramda ham shunaqa kiyish fayl musullar qolib ketadi. Endi mana maksimal kiyish hajmini 5 ga qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Endi rasmga kirib keraksizlarga o'tamiz. Bu rasmni o'chirib yuborganlaring chiqadi, faqat uni hammasini o'chirishni tavsiya beraman, to'g'ri. Yana bir yangi bosqich ilovalarni keraksiz o'chirish ham tavsiya etiladi. Chunki libo telefonda keraksiz ilovalar turadi. Qancha ko'p o'chirsak, shuncha ko'p tozalanadi. Faqat keraksizlarni o'chiringlar, keraksiz ilovalarni. Yana bir yangi bosqich ilovalarni keraksiz o'chirish ham tavsiya etiladi. Chunki libo telefonda keraksiz ilovalar turadi. Qancha ko'p o'chirsak, shuncha ko'p tozalanadi. Faqat keraksizlarni o'chiringlar, keraksiz ilovalarni. Yana bir yangi bosqich ilovalarni keraksiz o'chirish ham tavsiya etiladi. Chunki libo telefonda keraksiz ilovalar turadi. Qancha ko'p o'chirsak, shuncha boya men sizlarga va'da berdim. Yana nastroykani ochib oldim. Mana boya yuzida hisob qilgan bo'lsalar, mana 83 GB. Buni ham tozalash uchun operativ xotiraga kirib, operativ xotirani ham bir fursatda hozir tozala degan joyga bosamiz. Shunday qilib tozalab olamiz. Va ish bitdi. Hammaga rahmat.